Zöhre, bu sizning nima qilganingiz? Nima? Erkek, bu qo'llari kelakdan mayna ishib ketgan. Paskini kiyimlarni kiyib olgan tozliq ishchisi sizning onangizmi? Bundan keyin bu uyda sana o'rin yo'q. Ko'zimdan yo'qol. To'xta, mana ishining bu o'lishi kerak. Bu askardan u bir yolg'onchi. Rostini yolg'onchi bir ablah. Saram qiz. Piyatlar ko'zda chiqmasan bo'lmaydi deyman. Sen asli bir to'siq ekansan-ku. Sana deydigan nurg'un keltirib bari dedi. Lanetli necis ayıqıl bilen bu uyga ikkinchi qadam bosqichmanmi? Ikki qadam tinim bo'lgan. Hatto turmaga kirib chiqqanman. Asosligi sizlar alohida mehmonlarga hamroh bo'lasizlar. Xizmatinglar shu. Menmi boshqa bir eriga buzilib bu yer kirib qolgan. Zehra! Men bir qatim emas. Ikki qatim tinim bo'lgan. Eng nodir ibratlik ovozliq asar Tuman basqan yo'llar. 10-qism. Tuyuqsiz ishik chekildi. Yeshimni surtib, o'rnimdan turishimga Mamat kirib keldi. Siz qaytmadingizmi? deb so'radim. Yeshimni surtgach. Bundaq chig'lab tursangiz, qanday qaytaman? Amsa gaplarimni anglagan o'xshamamsiz? Shundoq. Anladim. Anlasam nima bo'pti Zehra? Siz ya qasdan qilmasangiz, sizni boshqalar tarafidan ozdirilguchi. Bunaqa hech nima bo'lmaydi. Men sizni qo'g'dayman. Bundan keyingi hayotingizni eng yaxshi o'tkazasiz. Endi u ishlarni unutib keting. Ulamda Zehra. Deb bag'riga bosdi. Shundoq bir kuchlik o't yuragimni kuydirdi. Go'yo o'zimni onamning bag'rida uxlayotgandek his qildim. Mamat bilan necha soatgacha paranglashibdiman. O'zimni uningga mos kelmaydiganligimni bilsam-mu, ammo Mamat bekla zo'rlab turib oldi. To'ydan keyin meni shaharga olib ketadiganini, har qanday odamning burunqi ishlar to'g'riliq so'z qilmaydiganligini aytdi. Qaysi bir qiz baxt ichida turmush qurishni xohlamaydi deysiz. Bu kunlarda Mamat bilan necha qatim paranglashib, uchrashishga chiqib, uning haqiqatan meni yaxshi ko'rganini bildim. Menmi bundaqla yashab o'lib ketsam, hayotimning qimmati bo'lmaydi-da. Cho'nglarning elchi bo'lib kelishi, akamning rozilik bildirish arqasida menmi to'y kiyiniga kiyib, Mamat bilan to'y qilganimga bir hafta bo'lay deb qoldi. To'y kechasi bir kech yig'lab chiqdim. Mamatning oldida o'ng'aysiz ahvolga tushib qolgan edim. Qaysi bir o'zi orzulab kutgan to'y kechasining, to'y qizining fazilatidan suyunib, o'ziga xushallik topmaydi deysiz. Mamat kunda g'amkin yurgan holatimdan ansirab, cho'nglar bilan maslahatlashib, shaharga olib kirgan edi. Garchi turmushim shunchalik ma'nilik o'tayotgan bo'lsa-mu, ammo xushal yurolmadim. Bu baxtli turmushimning uzoqqa bormay qolishidan ansirab qoldim. Bir kuni Mamat ishga bormadi. Necha qatim tomoq yeb, xizmatga berishni eskartgan bo'lsam-mu, parvo qilmay, bir xil xotirjam uxlab olgan bo'lib oldi. Men charchab qolgan o'xshaydi deb aromini buzmadim. Soat 12 dan oshgan bo'lib,
Tushlik tamoqqa uyg'otqili kirdim. Tuyuqsiz qo'limdan tartibli karvatga yotqizdi. O'zimni tartgan bo'lsam, qo'yib bermadi. Men mag'dursizlanib, o'zimni qo'yib berdim. Mamat bugun baxushal edi. Lavlarimga suyib, yuzlarimga sinchilab to'ymay qaraydi. Andin Zuhra, meni tashlab ketmaysiz, shundoqmi? Men hayron qilib, albatta, sizni tashlab ketmayman. Qaytalab, yana bag'riga bosdi. Andin quloqimga pichirlab, Balaliq bo'laylik bo'lamdi. Qandaq qalamsiz? Chuchib, karvatdan tushdim. Mamat nim bo'ldi deb yolg'irg'iniga qaramay, yotoq uydan chiqib ketdi. Ashxonaga uyga kirib, esa deb yig'lab ketdim. Mamat kaynimdan kirib, sababini so'radi. Javob bergim yo'q edi. Javob berishga bekda zo'rlab turib oldi. Amalsiz yig'lab turib so'z boshladim. Men bir qatim emas, ikki qatim tenim bo'lgan. Hatto turmaga kirib chiqqanman. Endi farzandlik bo'lsam, boshqalar balamni kapsida bu dunyoga tug'ilganiga pushaymon qildirib qo'yishidan qo'rqaman. deb esa deb yig'lab ketdim. Mamat ishonmaganda keniga yenib chiqib ketdi. Kechqurun uxlash uchun yeniga kirsam-mu, ta'tir qarab yotdi. Amalsiz esa deb yig'lab, mehmonxona uyda bir kashni yo'ritdim. Attigan saharlanmaslik tayyorlagan bo'lsam-mu, tamoq yemay ishga ketib qoldi. Arliqda necha kun o'tdi. Gap qilsam-mu javob qaytarmadi. Noma'lum bir kuni uylarni tozalab yig'ishtirib, o'zimni yasab, qanaq kirim qilib, kiyim raqlab o'tatdim. Soat 11 bo'lgan vaqtlar edi. Ishik chekildi. Odatda Mamat ishga attigan ketib, kech qaytib keldigan bo'lg'achqa, qo'shnilar bilanmi ancha tunish bo'lmag'achqa, sal ansirab ishik ochdimda hayronlik qildim. Mamat oldimda bir dasta gul tutib turgan. Qo'llarda liqqida narsa kerak bor edi. Yordamlashib narsalarni uyga kirdim. Asosiy kiyim-kechak edi. Ashxona uyga kirib, tamoqqa tutish qildim. Ammo Mamat tamoq etishdan to'sib turishi bilan yana qaytalab eshik chekildi. Eshikni ochdim. Bir mulozim cho'ng bir tortni, siqqina tamoqni berib ketib qoldi. O'zimcha hayron qoldim. Bu kimning tug'ilgan kunidir? Uyga mehmon kelamdi ya. Qo'lsiqim echib ketdi, Zuhra. Menga tamoq bermamsiz? Mana hozir. Deb siqqina tamoqni oldiga qo'ydim. Tamoqdan keyin meni yeniga chaqirib, bugungi tug'ilgan kunimni tabrikladi. Shundaqla o'tkazib qo'ygan xatoligimni kechirib, balaliq bo'lishni yana talab qildi. Bala tug'ilgandan keyin chuqum yaxshi dada bo'lganligini aytdi. Men ma'qul bo'ldim. Bekla xush bo'ldim. Necha vaqtdan beri kunda ochiq yutib kelgan edim. Endi bo'lsa xushal yashaydigan kunlarim kelgan o'xshaydi dedim. Bugun erim Mamat bilan birga bo'lib, har ikkimiz bekla charchagan edik. Shu kundan keyin Mamat menga texmi amroq bo'lib ketgan edi. Har kuni ishdan qaytib kelsa, balimiz metirladimi? Bu kafsiz xafsamag'anda peshonamga suyib, quchoqlab qo'ydigan bo'ldi. Bu ish har kuni davomlashadi. Burunqidan nachasi kuynatdi. Ba'zi kunlari mijozim yo'q bo'lib qolsa, o'zi tamoq qilib beradi. Kirqatlarni o'zi yuydigan, uylarni o'zi tozalaydigan bo'ldi. Qo'rchiqim, tega yo'g'inimidi qila olayman desam-mu.
Hey Zöhre, shundoq bo'lsa-mu bo'lmaydi. Bu ishlarni men qalalagandan keyin qilg'ashtiray. Siz yaxshi armongizni eling. deb turib oladi. Bir necha qatim cho'nglarni yo'qlab bordi. Bugunmi dasturxonda cho'nglarga navirlik bo'lganligini oshkorladi. Dada ana, sizlarga bir xush xabarni aytay. Sizlar navirlik bo'ldinglar. Voy, rostadaqmi o'g'lim? Men bu bo'lamdim ha? Voy, rahmat sizga qizim. Sizga ko'p rahmat. Hay baba, bundan keyin ayolingning holidan yaxshi xabar oldimi quloq kesdi. Agar ayolingni raychitadigan bo'lsam, qulluqni o'zim timi qo'y. deb Mehmetga qayta-qaytalab nasihat qilib ketdi. Ma'lum seshanba kuni edi. Mehmet ig'ir o'sinib uyga qaytib keldi. Men bo'lganligini so'rasam, Ishkerdagi zavoddan chatoq chiqibdi Zöhre. Shu yerga kirmasam bo'lmaydi ekan. Ammo siz pat yaqini yangiydigan do'stingiz. Men qandoqsiga sizni yolg'iz tashlab qo'yib kirib ketaman danga. Onunğa tasalli berib, xotirjam qoldim. Ama şirketdagi eng yaqin xizmatchi Baturni mening holimdan xabar olishga buyurib, safarga atlandi. Demisimi, Batur uyga bir necha qatim kelib baqqan bo'lg'achqa, ancha notanish odam emas edi. Kunda Mehmet necha qatim telefon qilib ahvolimni so'raydi. Cho'ng uyga berib turishimni aytdi. Ig'ir oyoq turib, u yerga borsam, cho'nglar jafoda qoladi. Qo'rsqim tega yug'inmagan tursa, ansirmang mendan. İşlerinizda tezroq tugatib, tezroq qaytib keling. Sizni bek sig'indim. deb kulib qo'yib, gapini rad qildim. Men yo'q vaqtlarda o'zingizni ko'p asrang Zöhre. Ig'ir ishlarni qilmay qo'yib qo'ying. Men kelgandan keyin o'zim qilib beraman. Tamoqlaringizni vaqt qaraydi yeng. Enim Batur, men yo'q vaqtlarda yangangning holidan yaxshi xabar ol. Ansirma Mehmet aka. Yangamning holidan yaxshi xabar olaman. O'z ishlarini yaxshi bajarib kelgin ha? deb necha qatim eskartdi. Men Baturga amar qildim. O erim Mehmetning birdan-bir ishonchli do'sti edi. Tuyuqsiz Batur, Yanga, har vaqt ishga ochiq qo'yib qo'ying. Agar sizga biror ish bo'lib qolsa, men ishdan kiramay qiynalib qolmay yana. Ma'qul bo'ldim, demisimi? Tuyuqsiz qo'rsqim og'rib qolsa, uyga kirolmay, hayotimga xavf yetib qolishidan qo'rqdim. Bir kuni tuyuqsiz bo'ron chiqib, yomg'ir bakda qattiq yog'ib ketdi. Uyda yolg'iz bo'lg'achqa, sal qo'rqib, burilib uyquga ketibdiman. Tuyuqsiz bir qo'l eg'izimni etib, gap qilolmas qilib qo'ydi. Hürmetlik anlıqıcı dostlar, Tuman Basqın Yollar namlıq ibretlik əsərinin bugünkü qismi muş yerdə ayaqlaşdı. Davamlıqı qiziqsınız, diqqətiniz davamlıq. Birinci qism. Uy ichi qorong'i edi. Nafaslarim ittiklashib ketdi. Kiyimlarim bir taldan soldirildi. Kim ekanligini taniy olmay qoldim. O'zimni chetga ilishga urindim, ammo ojiz keldim. Balam, mening balam, deb aron tasdi deyardim. Ammo yuragim muji bag'ritdi. Amalsiz
Üçüncü qıtım yana noma'lum bir eylan tarbidan özümni nabut qildim. Ang ig'ir kelgan yeri balam yo'q bo'ldi. Yo'ldishim Mehmetga yuz kelolmaydi. Atsi saharda Batur tamoq qilib kepti. U meni ko'rib hayronlik bilan ig'zim, ko'zim, qo'limni bir-birlab yeyishib bo'shatdi. Andan nim bo'lganligini so'rmoqchi bo'ldi-yu, ko'rpidagi qonlarni ko'rib chichib jim bo'lib qoldi. Bu Mehmet akamga telefon qilaymi? Yo'q. U bilmasa, siz qaysingiz bo'ladi deb gapimni davomlashtirdim. Yenge, siz bek mag'dursizlik ketibsiz. Yolg'iz tashlab qo'ysam bo'lmaydi. Unda qilmang, doktorxonaga olib boray. Chiqib keting. Ko'zimga ko'rinmay yo'q bo'lim deb yig'lab tashladim. O'zingizni ko'p asrang yenge deb ketib qoldi. Necha soatlardan keyin arantasti karvatdan tushdim. Karvatda tugma bor edi. Kimning menga bunday qilganligini bilolmadim. Ham bilishni xohlamaydim. Balamni o'ylasamda yuragim laxta bo'lib ketadi. Hayotlikdan umidimni uzdim. Erim Mehmetning xato tushunib qolishidan, do'stlari, ota-onasi, qo'lon qo'shnilar oldida men uchun riyosat chekishni xohlamadim. Daftar qalamni tayyorlab, erim Mehmetga so'z qoldirdim. Xat mazmuni mundaq edi. Menga tunji bo'lib sevgining nima ekanligini tunutgan. Meni ayol ham ona degan nomga muyassar qilgan hayotimdagi birdan-bir qadrdonim. Ushbu damlar asli bizning eng xushal bo'ladi. Yorug' dunyoga ko'z ochish oldidagi farzandimizni xiyol qilib, turmushda tatgan barcha ko'ngilsizliklarni unutadigan bir kun edi. Biroq rahimsiz taqdir eng oxirida mendan ona bo'lish salohiyatini tortib oldi. Siz ichkariga kirib ketgan kunlarda men tomoq, orom olishga ahamiyat berib kelib o'tdim. Ota-onangizning qo'rsqingiz bargancha yo'g'inab ketib o'tadi. Qishimizda turing. Mehmet yeningizda yo'q. Biz holingizdan xabar olaylik deganlarni rad qilib, ularni qiynab qo'ymaslik uchun uyimizga yenib kelgan edim. Biroq bir kechada yuz bergan bu fojia meni sizning ayolingiz bo'lish salohiyatidan mahrum qildi. Sizga nima deyishdi? Qandoq deyishdi? Nimasini deyishni qat'iy bilolmay o'taman. Kaynidan tortib olingan qizliq iffat oldida men rostla o'zimni kechira olmaydim. Biroq sizning turmushimga ichkirab kirishingiz bilan men bu dunyoga qaytadan tug'ilgandek bo'lgan edim. Bizning qisqagina romantik ham baxtli kunlarimizni men mangu eslab turaman. Bizning balamizga qas qilgan u ablaqni chuqum aniqlab chiqishingizni umid qilaman. Balki men rostla bu dunyoga ortiq tug'ilib qolgan bo'lsam kerak. Endi mening yashash salohiyatim yo'q edi. Meni kechiring. Men sizni mangu eslab turaman. Tab, sizning suyimli ayolingiz Zuhradan. Beshimdan o'tgan hamma ishlarni xotir qoldirib, eshikdan chiqdim. Qadamlarim shahar yo'llarida u yoqdan bu yoqqa o'tayotgan mashinalar orasida haraq ichib olgan ayollardek to'lg'inib ketib boratdim. Qarama-qarshi tarafdan kelayotgan mashinalar tez sur'atda tormozlanib, mashina haydaguvchilarining ba'zilari meni tilasa, ba'zilari o'zaro jidalashib ketadi. Sarang qiz! Piyodlar ko'zga chiqib mansamamda deyman. Ay, ko'p kunduz ariq ichib olib, ko'chaga chiqib olgan edi demamdigan. Ay, Mo'sha zamonning qizlariga nim bo'lib ketib boradigan-da mushkullarda. Bo'ldi. Ay, undoq deyman. Ay, undoq deyman. Sarang o'xshaydi, qarmam sen anaga. Balkim nervisi chada chiqqanchaki saqchilarga telefon qilib ya. Ay, undoq deyman. Sarang o'xshaydi. Adash bu asta hedimam sadaba koni harvonga. Nimda bo'lsa, tayoq yengga oqshom de.
Bo'ldi. Sarang ayoldi. O'zimiz istamay yo'lga qo'ymaydi. Hanım sarang. Hanım bir top saranglar. Saranglar deb kulib qo'yib, bir magazonga kirib, bir botulka haraq setib olgan edim. Do'kon egasi pul to'lamadan deb do'kondan qo'llab chiqardi. Shu topda o'zimni nihoyatda xo'rliqda qolgandek his qilib o'tirdim. Butun dunyo kishilar meni yaktavatdi. Shu topda eg'ir qadamlarim bilan daryo bo'yiga keldim. Daryo suvi o'rkasib oqayotgan bo'lib, har qadamda bir to'lqin ko'tarilaydi. Meni bu dunyoga aprida qilib tashlab ketib qolgan onamni, dadamni ushbu damlarda ichinish qaldi chaqirib, "Ana! Sening mana men keldim. Sen chaqirmasangmi qishingga keldim. Biz endi birga yashaymiz. Dada! Sening dada! Sen hozirmi mendan xafa bo'lyapsan? Men sizlarning qishinglarga qaytib keldim. Biz endi uchimiz mangu baxtli yashaymiz." Bir bükülüp, bir yığılap, asta içkilep, daryoga o'zimni tashladim. İki haftadan keyin Mehmet necha qatim Zuhraga telefon qilgan bo'lsa-mu, aloqalasholmadi. Baturga telefon qilib Zuhraning ahvolini so'rasam-mu, Xotirjam bo'l Mehmet aka. Kim? Nihoyat yaxshi. Debla telefonni uzatdi. Ota-onasidan so'rasa, eg'ir o'xsinib qo'yib, Zuhra to'g'riliq bir ig'izma gap qilg'ili unmaydi. Mehmet dakki-dukki ichida ichkirdagi ishlarni tugatib, nihoyat tez sur'atda yurtiga qaytdi. O yurtiga kelibla ota-onasining yeniga kirmasdan Odul o'zining uyiga qarab mangdi. Ammo ishga yo'g'on bir qulub seliqliq turardi. Mehmetning yuragi tuyuqsiz qattiq yig'ib ketdi. Shundaqdimi u o'ziga qattiq tasalli berib, ota-onasining qishig'i mangdi. Ota-onasi bo'lgan ahvollarni yig'izlar ichida so'zlab berdi. Mehmet joyida danqitib turib qoldi. U ota-onasining so'ziga ishonishni yoki ishonmaslikni bilmaydi. U ota-onasining yenidan chiqib, mashinani nihoyatda tez sur'atda haydab uyiga keldi. Hamda darvozani ochib uyiga kirdi. Uyning hamma yerida Zuhraning siymosi uningga tabassum qilib qarab turardi. Mehmet ig'ir qadamlar bilan mehmonxona uyiga kirib, ustal ustidagi bir parcha xatni ko'rdi. U qog'ozda Zuhraning ochiq qismatlari yozilgan edi. Mehmet ko'zlaridan qon yosh oqqizgan holda xatni o'qib tugatdi. Uning yuragi emas, butun vujudi pichoq tilgandek og'riyotdi. Zuhra! Mening Zuhrayim! Meni tashlab ketmasa bo'ladi, mening Zuhrayim! Zuhra! Mehmet qattiq bir varqirab uydan etilgan peti chiqib ketdi. Qadirlik do'stim, hayot haqiqatan da qimmatli. Siz bilib bilmay
bir qadamni xato ilib qo'ysangizlar, ig'ir pishganliklar sizga agishidi. Siz boshqalarga yomonlik qilmay yasangizmi, yomonlarning quli va qurboni bo'lib ketasiz. Shuning uchun mayli siz kim bo'ling, har qanday bir ishni qilganda qattiq o'ylanib qoling. O'zingiz bilib bilmay, boshqalarning yoki tunishlarning bir qatimliq yeyishlik, tamlik tamoqiga aylangandan keyin naqadar qadrsiz bo'lib qolganingizni kechikib his qilasiz. Ayol degan u ayol o'chi. Boshqalar tarafidan faxrlanib turib suyulguchi. Qiz degan u ayollik xislat. Hargiz yo'qolmasin. Ayollik nazokatimiz bilan dunyoni bo'ysundiraylik. Dunyoning teorikidirsan. Senda baturani jasurlik mujassamlangan. Bu qaysarliking bilan aciz ayollarni yig'lasang bo'lmaydi. Söy, ayollaringni söy. Söy, qizlaringni söy. Söy, millatingni söy. Har qanday bir davlatdan aqlli, axloqli ayollarning chiqishi erlarga bog'liqdir.